Bilirsan, men bu haqida o'ylashni to'xtatishim kerak. Agar ko'p o'ylasam, bu o'zim uchun xavfli bo'ladi. Men o'zimning yoshliklarimda bu sehr haqida juda ko'plab izlanishlarni olib borganman. Bu sehrlarning barchasi unutilgan asrlardan. Men sizga bir narsani aytishim kerak. Rahpalato bilan hech qachon dushman bo'lmang. Demak, siz aytyapsizki, men bu insonga yaqinlashmasligim kerak. Men bu insonning chin xarakterini ham bila olmayman. Uning maqsadini ham. Sizni Grafini Altiyaning oldiga tashlab berishni maslahat beraman. Men allaqachon uning qo'g'irchog'iga aylandim. 5 oydan so'ng bolalarning yetimxonadan tark etganiga 2 yil bo'ldi. Hoy, Evan. Senda qandaydir ma'lumot bormi? Bu hatto bolalar to'g'risida bo'lsa ham, haligi ma'lumot bor, lekin bu bolalar to'g'risida emas. Lekin kutilmaganda Grafini Zenonia va Grafini Altiya ular ittifoq tuzishibdi. Ikkita eng kuchli bo'lgan dunyosining eng katta oilalari ittifoq bo'lishdimi? Ha, shunday, lekin ular nima uchun ittifoq bo'lganini hech kim bilolmayapti. Ularning barchasi noto'g'ri yo'l bo'ylab ketyapti. Endi men bu ikki ayol bilan ham bir vaqtning o'zida qarshi chiqishim kerakmi? To'xta, u chindan ham mening so'zlarimni haqiqatga yo'ydimi? Grafini Altiyaga tashrif buyurishingizni maslahat beraman. Yo'q, bu shunchaki oddiy ittifoq bo'lishi kerak. Qanday qilib Kaliya bu kabi ittifoqqa rozi bo'lishi mumkin? U hech qachon. Lekin baribirga ham men tayyorgarlik ko'rishim kerak. Kaliyaga men uzr so'rayman. Agar sizga men qo'pol munosabatda bo'lgan bo'lsam va sovuqqona bo'lgan bo'lsam, meni kechiring. Buning sababi esa men so'zlashda va so'zlarni ishlatishda unchalik ham zo'r emasman. Umid qilamanki, ular meni yalinyapti deb o'ylamaydi. Bu yo'qni senga qoldiraman, Evan. Xo'p, janob. Buni Grafini Zenoniyaga yo'llanma askarlar gildiyasidan yuboraman. Men qiziqayapman. Radan va Seorang. Ular nima qilishayotgan ekan? Men ular haqida Yute so'nggi bir yozganidan beri hali eshitganim yo'q. Umid qilamanki, u ko'chada o'lib qolmagan. Agar u xatda yozilgan sovg'ani topsa, u Baba Yagadagi eng kuchli jangchiga aylanishi kerak. Bu qurol 20%lik kritik zarbaga ega. Men unga xabar qilgan sovg'a aynan shu edi. Men unga yashiringan sovg'a haqida jo'lashini bergandim. Bundan oldin esa u buyumni o'zim olmoqchi edim. Lekin buni unga berdim. Bu degani unda qobiliyat bor. Va bu qurol bilan o'zi uchun pul ishlay oladi. O'ylaymanki, u yaxshi bo'ladi, to'g'rimi? Jangchilar millati bor. U yerda kuching qanday ekanligi, seni kim ekanligingni anglatib beradi. Cho'l millati, koloniya. Nihoyat, sayohat tugadi. Buyuk oy, sovg'a uchun katta rahmat. Men o'ylagan edimki, bu qurol haqidagi gaplar shunchaki afsona deb. Va bu oxir-oqibat menga yoshligimda aytilgan ertak bo'lib chiqmadi. Oltin yo'lli qabila mohiyati bu qanday narsa? Biz bo'ri millatimiz va bizning millatimiz hayvon qiroliga bog'liqdir. Oltin mana yo'li bu quroldir, afsonaviy quroldir. Lekin bu qurol yuzlardan beri g'oyib bo'lgandir. Lekin u bizga kuch va hokimiyatni bera oladi. Bu narsa haqiqat edi. Men uni taqqanimda ichki dunyoyim o'sishni boshladi. Va bu narsa haqiqatga aylandi. Mening kuchim oshdi. Buyuk oy, u mening vali ne'matimdir. U meni bir eksperimentdan qutqarib qolgan. Men deyarli o'layotgan edim. U menga kuch berdi. Farajdarxonni o'ldirish uchun. Farajdarxo menga otadamni o'ldirgan. Va men esa uni yaxshiligini qaytarishim kerak. Mening ishonchim komil. U men oddiy bir gladiator bo'lishimni xohlamaydi. Men hozirdan boshlab men eng kuchli gladiator bo'lishim kerak. Bu qurol uchun men albatta munosib bo'lishim kerak va
Qora ejderhoni bu bilan o'ldirishim kerak. Hamma narsa hozirning o'zida yo'q. Boshlandi. Yarim hayvonlarning eng kuchli qiroli bo'lgan Oltin mana yo'li va sayohati Moviy oyning yovdisi ichra yana qayta jonlandi. 500 yildan so'ng. Janob, haligi esimga tushib qoldi. Ma'lumotlar gildiyasi bolalar haqida birinchi yangiliklarni to'plagan edi. Yaxshi, ular nima? Seoran koloniyada o'zini juda ham yaxshi ko'rsatmoqda va hattoki o'ziga Moviy chaqmoq degan nomni ham o'zlashtiribdi. Oltin chaqmoqmi? Men uni yaxshiligidan va shunday nomga egaligidan juda ham mamnunman. To'g'ri, agar sizda kuch bo'lsa, siz koloniyada har kim bo'lishingiz mumkin. Radon haqida-chi? Men u haqida anchadan beri eshitmadim. U raksisda nimalar qilyapti? Janob, hozir u haqida ma'lumotlar yaxshilab to'planmoqda. Ha, shundaymi? Qaytganda Evan, sen hozir band bo'lishing kerak emasmi? Nega birdaniga menga shunga o'xshagan ko'zlar bilan qarayapsiz? Sen tayyorgarlik ko'rishing kerak. Biz sehr minorasiga boramiz. Buning uchun bizga bir oy vaqt ketadi. Nima sehr minorasi? Menga bu haqida aytmagandingiz. Nima chindan ham oldin buni aytmaganmidim? Xo'sh, men buni hozir eshityapman. Bir oy deysizmi? Bilishimcha, biz sehr minorasiga bir hafta ichida bora olamiz. Sen aytadigan bo'lsam, biz Moviy sehr minorasiga boramiz. Tushundim. U yer albatta juda ham uzoq. Shunday ekan men tayyorlanishni boshlayman. Men yana bir oy aravada kunimni o'tkazishim kerak. Bu haqida o'ylash meni hozirning o'zida yo'q charchatyapti. Lekin men nima qila olaman? Meni qo'llab-quvvatlovchi mani tishigi aynan u yerda va men u yerga borishim kerak. Labrin shahrimi? U menga o'ziga xos xotiralarni olib kelmoqda. Avvallar o'yin paytida men u yerda juda ko'p vaqtimni o'tkazar edim. Labrin shaharning o'rtasida joylashgan edi va psixodeliyadagi eng chuqur bo'lgan va eng katta bo'lgan rost xaritasiga ega bo'lgan labirint edi. Juda ko'p o'yinchilar aynan u yerning o'zidan juda sifatli bo'lgan buyumlarni topishar edi. Va shu bilan birga juda ko'p o'yinchilar labirintga tashrif buyurishgan, lekin ularning hech biri uning tubigacha yetib borishmagan. Xuddi o'yindagidek bu yerda ham u yerdan juda ko'plab artefaktlar va qimmatbaho buyumlar topiladi. Ularni baholash kerak bo'ladi. Shu sababdan sahriy baholovchi kasbi juda ham ommabopdir va siz bu kasb bilan juda tezda boy bo'lishingiz mumkin. Reyni menga aytganda u yaqinda imtihon topshiradi ish uchun. Va ishonchim komilki, albatta bu imtihonni o'tadi. Lekin o'ylashimcha, men Reyniga qolganlarga qaraganda ancha kichikroq bo'lgan sovg'a bergan bo'lishim mumkin. Bu jihoz faqatgina buyumlarni baholaydi xolos. Balki men unga keyinchalik alohida sovg'a berishim kerak. Labrin shahri, Laritaniya. Hech kim tomonidan boshqarilmaydi. Bu shaharda tadqiq qiluvchilar va yo'lama jangchilar asosiy fuqarolardir. Agar siz janubiy tomondan yurib boradigan bo'lsangiz, sizning yoningizdan son-sanoqsiz bo'lgan do'konlar chiqadi va bu yerdagi eng sirli bo'lgan do'kon esa uning nomi Merdelar. Bu do'kon o'zining juda ham noyob va sifatli bo'lgan xizmati bilan mashhurdir. Bu yerga juda ko'plab zodagonlar va arangli tadqiqotchilar kelishadi. Mening lordim, baholash yakunlandi. Bu ularning orasida tashrif buyuruvchi bo'lgan Lartaniyaning lordi ham mavjuddir. Bu buyum mani yordamida olov hosil qiladi. Har doimgidek senga rahmat. Qani ko'raylikchi, buni qaytadan sozlash avvalgisidan ko'ra ancha yaxshi ko'rinyapti. Bu qanday sozlash qobiliyati bo'ldi? Janob, bu qurilma ozgina mana bilan deyarli 1 soat nur taratib tura oladi. Bu yerga kelganimdan xursandman. Bu juda ham zo'r. Har doimgidek rahmat. Arzimaydi. Bu buyumni ham qaytadan sotish va bosma qilish kerak. Bu do'konning nima uchun
burchakda joylashganligi bilan, lekin mashhur bo'lganligiga sabab bo'lgan narsa bu uning baholashi va tuzatishida edi. Bu esa buyuk oy tomonidan berilgan sovg'adir. Menga birinchi bor baholovchi bo'lishimni aytganida men tushunmagan edim. Nima uchun bo'lishim kerakligini. Uning haqiqiy shaxsiyati Palonning do'stidir. Bu esa unutilgan sirlardan omon qolgan insondir. U tashqi mabudlarni ham biladi. Men tushunaman. Ko'rinishlarni o'ldirishga bu juda ham uzoqlik qilar edi, lekin Labrin shahriga bor va baholovchi bo'l. uning buyruqlari bilan va o'zimning maqsadim bilan kelisholmas edim. Bu yerda baholovchi bo'lish o'sha qora mavjudotlarni o'ldirishga qanday yordam beradi? Va men bu savolni ko'rganimda esa men tushunib yetdim. Kuzatuvchi ko'zi ma'no orqali buyumlarni aniqlay oladi va tuzata oladi. Bu narsa mening bilganlarimdan ancha boshqacha edi. Bu narsa mening kutubxonamda umuman yo'q edi. Men la'natni buzganimdan so'ng esa unda qayta ishlash qobiliyati ochildi. Men ko'ra o'z kuchlarga kurashishim uchun bu buyumni ham uyg'otishim kerak. Va qobiliyat uchun esa men judolik berishim kerak edi. Men 252 qurbonlik qilishim kerak. Bunisi uning uyg'onishi uchun. Men unga qurbonlik qilganim sari meni ham o'zgarishlar yuz bera boshladi va mening ko'zim ham ancha rivojlandi. Bu narsa faqatgina juda ham noyob va yuqori bo'lgan buyumlarnigina qabul qiladi. Agar noto'g'ri va past darajali buyumni qurbonlik qilsam, avvalgi barcha qurbonliklarim ular yo'qolishadi. Mening yuqori sifatli bo'lgan buyumlarni qurbonlik qilishim shartdir. Bu narsa men qilishim mumkin bo'lgan yagona ishdir. Men kutubxona bilimi bilan dunyoga kelganman. Men qilayotgan barcha ishlar esa bu qora bo'rini o'ldirish uchun. Va bularning barchasi buyuk oy tomonidan rejalashtirilgandir. 3 haftadan so'ng Moviy sehr minorasi. Bu minora chindan ham ancha ulkan ekan. O'z nomiga yarasha. Muammongizni aytinglar va bu yerdan hozir ketinglar. Sehr minorasining master o'rinbosari 6-doirali Feniya Kresni. Men juda ham badman. Shunday ekan yo'qolinglar. Uning yuzi juda ham tanishdir. Uni asosiy o'yin davomida juda ko'p uchratganman. O'yinda 8-doirali juda ham noyob bo'lgan sehrgar edi. Va u bu darajaga 20 yoshda erishgan va bu minoraning masteri bo'lgan. Bu minora faqatgina kuchli, balki bu minoradan juda ham sifatli bo'lgan buyumlar chiqadi. Va bu buyumlarning barchasi faqat zodagonlar uchundir. Minoraning vitse-masteri ham oddiy insondan juda ham yuqori bo'lishi kerak. Lekin baribir ham u juda ham men Graf Palatioman. Men oldinroq yozilgan edim, xat ham yuborgandim. Men bu yerga vaqt darvozasi uchun kelgandim. Xo'sh, nima qilibdi? Hozir qidiryapman. Men vaqt darvozasini yo'q qilishim mumkin. Vaqt darvozasi tushunib bo'lmas joydir. Sirli bo'lgan mavjudotlar bor. Juda katta bo'lgan anomaliyalarni u yarata oladi. Shu qadar kichik iqtidor bilan nima siz uyga bormoqchimisiz? Xo'sh, bir-biriga ham bu yerni tark eting. To'xta. Aslida bunday bo'lmasligi kerak edi. Menga javob kerak. Siz vaqt darvozasini yo'q qilmoqchisiz. Buni tushadigan boylikni qabul qilmoqchimisiz? Ha, albatta siz buni qila olasiz. Ha, to'g'ri. Siz bir marta bo'lsa ham o'lib ko'rdingizmi? Lekin bizga qay darajada insonlar kelishadi? Bu ularning soni qancha? Bu ularning barchasi ham sizga teng gaplar aytishadi. Men to'g'risini aytyapman. Meni olib boring. Men sizga ko'rsataman. Nimaga u menga ishonmayapti? U judayam. Hoy, men siyosatni juda ham yaxshi kuzatib boraman. Siz bu yerga kelgansiz, chunki bunga sabab esa sizning omadingiz tufayli sizning aka-ukalaringiz vafot etishgan. Lekin bu degani sizni har doim omadli va kuchli qiladi degani emas. Sizning bu yerga kelganingiz bu ahmoqlikdir.
Mening atrofimda shu kabi gaplar yurganmidi? Yoki bunga sabab men tinch yashaganimdir. Lekin u ko'rishidan juda ham ishga berilib ketgandek ko'ringandi. Lekin u atrofdagi gaplarni ham yaxshi bilar ekan.